Ha, bu qiz o'lib qoldi-yu deb o'ylayotganmi deydi. Yomonga o'lmaydi jigarlar. Bugun sizlar bilan bir hafta davomida sizlarning ruxsatingizsiz nima qilib tashlaganim haqida gaplashamiz. Kelin bo'lganimdan keyin o'zim ham o'lib jannatga tushib qoldimmi deb o'ylayman. Nega unaqa desanglar, kelinlik hayot menga berishgan hayotdan juda ham atlashatsa qilarkan. Ko'p gapirmay o'tishni nimalar bo'lganini aytib bera qoling. Birinchi kuni men Любой klassический kelinkada ertalab soat 5 turib ko'cha supurdim desam, ishonmaylik, chunki men bezrayib soat 12 da завтракка chiqib keldim. Естественно, это было не специально, потому что мы to'ydan bir kun oldin atigi 2 soatgina uxlab olgan edik. Mayli, хотя бы uni ertasi kuni qilgandir siz xizmatlaringizni degan bo'lsanglar. Глубоко ошибаетесь, потому что u yoqshi yuzfasida выступать qildilar. Ular sahnaga 5 minut chiqishlari uchun men kun bo'yi tayyorlandim. Mayli, Ominaxon, Xudoni ertasi ko'p-ku bir hafta davomida хотя бы nimadirga ulgurgan bo'lsangiz kerak desanglar. Jigarlar, biz 200 k bo'lishga ulgurimiz. Balam baqasam eshitib qolishar ekan, o'shanga пока что uyalganman. No, это пока что. 200 k bo'lganimga muzlanchiqim mani gazonni boshida urib 200 yozmoqchi bo'lgan ekan. O'shamaganidan keyin просто lipestok sifarishga qaror qilishibdi. Hojam menga 200 ga 200 deb $200 sovg'a qildilar. Rahmat. Aqayni sinushkalarim bo'lsa, meni raskoshniy 200 k yozilgan buket bilan tabriklashdi. Bu ham yetmaganiga bir hafta davomida yep-yangi kelin 2 marta bozorga chiqishga ham ulguribman. Birinchisi muzlanchiqim bilan xonamizga kam qo'slarni olgani tushgan bo'lsa, ikkinchisida meni boy qaynonam bilan menga беспроводной plyus solgani tushdik. Mana shu chopani pul zavodlari bo'lsa kerak yo'q. Birinchi kelinskiy haftamni meni любимый pevets, mana shu 1 yil kutgan любимый pevetsim Xichonni konsertida tugatdik. Bu videoyni qilishimdan maqsad yashayotgan hayotimdan maqtanish yoki kimnidir yerga urish emas. Shunchaki erga teganingizdan keyin hayot unchalik hamma pisat qilib beradegandek strashniy emasligini ko'rsatib qo'yish. Ko'zki makiyajimizni fiksator bilan qo'yib olganimizdan keyin adekvatniy kelinka bo'lib olamiz. O'zim konkretniy piknik kelin bo'ldim. Всем пока-пока.